Assalomu alaykum, hurmatli inovalarim. Dunyoga bir keldik, bir ketamiz. Ish vaqt, ish bir qachon bu umrni boshqa ko'rmaymiz. Aytmang. Bugun, bu soat, bu soniya ertani ko'rolmaysiz. Bu yosh, bu yasham, bu zindalikni erta ko'rolmaysiz. Erta masala shuki 2 yil, 4 yil, 5 yil, 10 yil son ko'rolmaysiz. Yoshlik chog'ingizga yaxshi yashang, yaxshi yuring, yaxshi turing. Xalqingizga xizmat qiling. Xalqingizning yoniga turing. Chun xalq bilan siz xalq bilan siz, xalq siz bilan. Xalq sizni ham ko'taradi yuqoriga, ham uradi aşağıga. Buni hech vaqt unutmanglar. Bu dunyoga yaxshi rol olgan xalq, yaxshilik qilgan xalq. Minova. Dunyo 5 kunlik. Ish kimga qolgan emas. Dunyo agar vafosi bo'lsa edi, Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qoladi. Yaxshilik qil, suvga ot, bilsa baliq, bilmasa Tangri. Allah bizlarni yaxshisidan, yaxshi xalqdan aylasin. Boshqa bir narsa ishlamaymiz. Har kim qiladi o'ziga, yaxshi ko'rinadi ko'ziga. Tushunma. Dunyo bir kun bilan bitmaydi. Yaxshi qilasan, oyanda uni yaxshi shaklga javob berasan. Gunoh qilasan, oyanda uni gunohsiga javob berasan. Hadafimiz xalqimiz. Hadafimiz shuhratimiz. Hadafimiz tilimiz. Hadafimiz huviyatimiz. Hadafimiz to'frog'imiz. Hadafimiz nomusimiz. Tiling bo'lmasa, na sani siyosating bor, na sani jug'rofiyang bor, na sani huviyating bor, na sani tarixing bor. Islaysan, tilingni tutasan, o'zingni tilingga so'zlasan. O'zingni tilingga so'zlamasang, seni bozorga yetsa 2 rufiya olmaydi. Buni hech zaman unutma. Bugunni erta topolmaysan. G'urur qilma. Mening molim bor, mulkim bor, pulim bor, bugun dunyo meniki. Yo'q. Ko'p zotlarni ko'rdik. Yaxshi ketdi barakah. Urdi yerga. Janobi Alloh hamma narsani biladi. Alloh nima desa u bo'ladi. Inog'am bu nasihat emas. Boshimizdan kechgan zotlar. Inog'am terkiladi, aytadi, meni vatanim bor edi. Meni vatanim bor. Meni huviyatim bor, meni bayrog'im bor, meni pulim bor. Qani. Umrimiz
hech kim islamaydi oilasini yonidan bir oy tishqari ketsa, 2 oy ketsa, 10 yil, 5 yil, 4 yil g'urbatgamiz. Mardikorchilik, badbaxtlik, cho'ponlik, dehqonlik, nima ishlarni qilamiz? Nima mushkulot bilan? Qachongacha uxlaysiz? Qachongacha mardikorlik? Keyin belingni 8 yerdan bog'la. Bizlarda bir otay manavimiz bor. Otini tilla suvi bilan yozsang, u insonda otini tilla suvi bilan yozsang, qanisi kam. Belingni bog'lasang, o'zimday bog'la deydi. Kimdi u? U Temurni balasi. Marshal Abdurashid do'stim, bobomiz. U zot umrini sizlar bilan to'kadi. Aytmadi meni avlodlarim boshqaga ko'la bo'lsin deb. Aytmadi meni xalqim boshqaga g'ulom bo'lsin. Aytdiki, men urushaman, men zahmat qilaman, xalqim, avlodlarim nima bo'lsin dedi. Meni 2 cham ustun bo'lsin dedi. Men aytmayman shaxsi o'zini avlodini. Bizlar xalq u to'froqqa, u jo'g'rofiyaga yashagan Turk xalqlari 22 million nüfusga soyilmiz. Agar nüfusimiz soyilsa behi ko'p bo'lamiz. %50'gini tashlaymiz. Buni hech vaqt unutmayman. Bizlar bobamiz, otamiz nima deydi deb o'ltirmanglar. Kelinglar, biri bo'linglar, mushti bir yerga uringlar. Misol keltiring. Qaysi biring kallangni o'ynadi? Misol keltir. Qaysi tarixdan, qaysi nimadan? Fikring, sen Turkmansan, O'g'izxonni o'yla. Sen O'zbeksan, Temurni o'yla. Alisher Navoiyni o'yla. Sulton Mahmud G'aznaviyni o'ylanglar. Sizlar Turk xalqisiz. Bugun ezilmoqlaringni hech bir xalq islamaydi. Bildi makam bor. Yomon bo'lsa dushmaning, yomon bo'lsa dushmaning, qarshisiga 2 vushchan sen yomon bo'lasan. 2 vush uni qudraticha sen yomon bo'lasan. Yaxshi bo'lsa 2 vush qati yaxshi bo'lasan. Do'sting seni kimdir? O'z xalqing. Shu misol bor, o'zimizdan boshqa do'stimiz yo'q. Temidan boshlagan xalqdan boshqa do'stimiz yo'q. Kim sizlarga do'st bo'lmaydi. Ne unisi, ne bunisi. Sizlarning do'stlaring senga o'xshagan ko'z, senga o'xshagan qosh, senga o'xshagan yuz, senga o'xshagan burun. Bu senga do'st bo'ladi. Buni hech zamon unutma. Bugun erta kelmaydi. Meni sesimni eshitgan har bir inson bor. Meni balki ko'rmasin. Erta men shu harakatimga, shu nimamga o'laman ketaman. Bir kun mendan asrat qoladi. Paloni tarixga, paloni zamon shu so'zni shu odam aytdi deydilar. Mana shu tarix 2025 mart oyiga
5 oy. Shu so'zni aytib yotibman, shu soatga. O'zim uchun emas, o'zimda hayotim yaxshi kechadi. Hech bir qiyinchiligim yo'q. 24 soat turibman. Kim meni sanamni so'radi? Kim menga aytdi seni puling kammi? Kim aytdi seni nima qiyinchiliging bor? Och qoldim. Yalang'och qoldim, ishsiz qoldim. Meni kunlik internet masrafim o'z internetimda. Kunlik men 8-10 gigabayt internet masraf qilaman. 10 soat, 9 soat, 12 soat. Bitta menga aytmadi seni oling qanday. Men ko'ray qana u xalqni. Yo'q. Men o'zim uchun qilaman. Men o'zimni o'zim uchun qilaman. Tilim uchun, nomusim uchun, meni vijdonim uchun, vijdonim, g'ayratim uchun. Ko'la bo'lmoqni hech bir fard, hech bir xalq islamaydi. Adolat bo'lmagan bir o'lkaga meni nima ishim bor? Har birlaring o'ltirasizlar, terkilasizlar, kuch adolatga deysizlar. Kuch, quvvat adolatga bo'lsa, qandoq bo'ladi bu ish? Yashading o'lkaga seni adolat bormi? Ko'rib o'ltiribsizlar. Oynaday. Hech kimdan men shikoyat qilmayman, hech kimni sirini o'rtaga nimasini chiqarmayman. Kelinglar, o'zlaringga kelinglar. Biring aka deylar, biring uka deylar, biring opa singil deylar. Qo'llaringdan tutinglar. Zamon ko'p. Taxtgasan, pastga yen. Shu yigit balayga bugun xalqi uchun, tili uchun xizmat qiladi. Kel shuni dil tasallo ber, qo'lidan tut. Oyanda seni to'frog'ingga, seni nomusiga xizmat qiladi. Menga amutdi o'tgan bayrog'i, amutdi vatan to'frog'i, hukumati ish kerak emas. Bizlar o'ylaymiz. Aziz inoqalar, sabrim chidamadi. Kechalar rohat uyalmayman, kunduzlar uyalmayman. Men 24 soatni yarmini sizlar bilan kechiraman, yarmini ish bilan. Qachongacha? Menga qancha xalqni men mardikorligini qilaman. Xalqni ishini qilaman. Uy kiromga zor qolaman. Ishlamas. Ammo bir mard terkilmadi, aytmadiki, mana bizlar yaxshi yashamimiz bor, yaxshi mashinamiz bor, yaxshi uyimiz bor, yaxshi zindaligimiz bor. Kesinglar. 10 kishi chiqib mana $100 berang mana senga. Cho'raylik. Yo'q. Alloh menga beradi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Tangrim meni dunyoga qandoq keltiribdi, shundoq meni masrafimni beradi. Shu qudrati bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 2-3 so'zda aytaman. Tiling bo'lmasa, tarixing yo'q. Tarixing bo'lmasa, to'frog'ing yo'q. To'frog'ing bo'lmasa, nomusing yo'q. Buni hech vaqt unutma. Yashasin. Jonin og'alarim, sog' omon bo'linglar. Sevgili sizlar, yaxshi qoling.